Hammamizga ma'lum. Sajdada nima deymiz? Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Mana shu tezlikda aytishimiz kerak. Subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robb. Tushunarsiz u. Arablar ham tushunmaydi bu so'zingizni. Ya'ni Alloh o'zi biluvchi, Alloh qabul aylasin. Ammo agar aksarimizni namozimizni o'sha talaffuzga qarab o'lchami qilinadigan bo'lsa, qabuliyat yo'q unda. Shoshmasdan hozir mana ma'nosini aytamiz. Ma'nosini qalbingizdan his qilib, mana Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la deya aytishimiz kerak. Sizga aytilib turgan bu ma'nolar sizning qalbingizga o'tishi kerak. O'sha oliy Robbimni, buyuk Robbimni, ulug' Robbimni men nima qilyapman? Ulug'layapman, yodga olayapman. Uni shu darajada yuksaltayapman degan lafzni aytayotganligingizni bilsangiz, sajdadan turgingiz kelmaydi. Butun borlig'ingiz bilan, vujudingiz bilan qarang, sajdaga yiqildingiz, sajdaga egildingiz, yuzingizni, muborak yuzingizni dedik, muborak Robbingizga qo'yib, o'zingizni, bandaligingizni Allohni shunday maqtab izhor qilyapsiz. Bu buyuk narsa. Buni agar bilsak, biz sajda qilishlikni bilamiz va sajdani nimasini, lazzatini topamiz inshaalloh taala.